Assalomu alaykum. Ko'rganingiz Prezident Shavkat Mirziyoyevning bir necha kun avval Qashqadaryo viloyatiga qilgan ishchi tashrifi davomida Qarshi shahri Yangi Botosh mahallasi faollari bilan uchrashuvda so'z erkinligi va ochiqlik haqida aytganlari. Bizningcha Prezident Mirziyoyevning ayni so'zlari va umuman O'zbekistonda so'z erkinligining bugungi holat haqida bugungacha aytilgan fikrlardan tashqari ham gaplashish, ayni mavzuni tahlil qilish zarurati borki, biz bugun ayni mavzu tahlili uchun bir qator taniqli jurnalistlar va inson huquqi faolini studiyamizga taklif qildik. Mehmonlarimiz jurnalist Karim Bahriyev, jurnalist Anora Sodiqova va inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Xush ko'rdik studiyamizda. Abdurahmon aka, prezidentni Qashqadaryo viloyatiga safari davomida faollar bilan uchrashuvda so'z erkinligi, ochiqlik haqida aytganlari. Esingizda bo'lsa, mana shu fikrlardan safardan bir kun oldin siz bilan gaplashuvdik va mana shu suhbatimizda siz aytgandingizki, ayni vaziyatni rasmiylardan birortasi chiqib sharhlab bersa kerak, mana shunga bir ehtiyoj bor degan fikrlarni aytgandingiz. Sezgirligingizga, topqirligingizga qoyil. Lekin ayni vaziyatni o'zini bir tahlil qilib bersangiz, nima uchun bu gaplar aytilishi kerak edi? Sababi nima edi mana shu vaziyatni va prezidentni fikrlarini ahamiyati nimada o'zi? Ilyosbek, bilasizmi, demak, Qarshidagi prezidentimiz chiqishlarini kuzatib turib, menda bir ikkita qarama-qarshi fikr keldi. Birinchidan, prezident so'z erkinligini kurashchi sifatida albatta men u kishining tarafdoriman. Lekin ikkinchi tomondan davlat rahbari sifatida qanaqadir bir taraflar bilan kurashish yoki bo'lmasa aytaylik, men so'z erkinligiga yopadiganlar, talab qiladiganlar chiqyapti, men ularning ovozini o'chirib turibman degan bir iddao menimcha unchalik o'xshamadi deb aytish mumkin. Nima uchun? Chunki so'z erkinligi, mana Karim aka nima ko'p chiqishlarni, maqolalarini o'qiganman, Kamoliddinda ham masalan chiqishlarda aytiladiki, so'z erkinligi bu o'sha fundamental erkinlik bo'lganligi uchun, bor bo'lish kerakligi uchun bor. Masalan, aytaylik, bo'lish kerak, ya'ni mana birov istagani uchun emas. Masalan, biz ko'p holda Turkiyani misol keltirardik. Turkiyada harbiylar so'z erkinligini istasa berardi, istamasa bermasdi. Shundayin agar O'zbekistonda ham aytaylik, masalan, joriydagi hukumat yoki keladigan hukumatlar, boshqa umuman amaldorlar aytaylik so'z erkinligini xohlagan payti berish yoki xohlagan payti uni himoya qilish istagida bo'lsa, bu so'z erkinligi omonat bo'ladi. Agar so'z erkinligi jamiyatda fundamental bir qadriyat sifatida nima deydi, barqaror bo'ladigan bo'lsa, albatta endi bu quvonarli hodisa. Endi prezidentni chiqishi menda aytayman juda g'aroyib taassurotlar uyg'otdi. Mana shu vaziyat qanday yuzaga kelgandi o'zi? O'sha aytilish kerak bo'lgan fikrlar aytildi. Shu aytilishiga sabab bo'lgan vaziyatni bir tahlil qilaylik bugungi kundagi. 2019-yilda ekan Samarqandda prezident blogerlar orqasida men turibman degandan keyin blogerlar juda bir orqasida katta kuch turganini his qilib qanaqadir bir jonlanishdi va keyinchalik o'sha huquq muhofaza qilish idoralari, mahalliy davlat hokimiyati idoralari bilan jurnalistlarni, qalamkashlar o'rtasida ancha muncha katta ziddiyatli vaziyat yuzaga keldi va mana shu vaziyat 2023-yil boshiga kelib portladi. Masalan, bir qancha jurnalistlar qamoqqa olindi, blogerlar nima deydi, so'roqlarga chaqirilib boshladi. Hatto jamoatchilik vakillarini masalan so'roqqa chaqirishlar boshladi. Albatta bu yerda juda jiddiy bir ijtimoiy taranglik yuzaga keldi. Siz bilan mana shu gaplashganimizda men aytdimki, hozir agar taranglikni prezident qaysidir darajada bo'shatmasa, bu hozir juda katta nima bilan tugashi mumkin dedim. Va keyin kechqurun siz bilan mana yozishdik, mana prezident men hatto tabriklaymiz degan gaplargacha yozdingiz menga. Lekin bilmadim bu tabrik bo'ldimi yo aytayapman, menda juda g'alatroq taassurot qoldirdi. Birinchidan hali yuqorida aytganimdek prezidentni so'z erkinligi tarafdori bo'lgan, albatta nisbatan yaxshi vaziyatdan kelib chiqib yozilgan. Endi biz demak o'zimizni muhofaza qilish, mudofaa qilish nuqtai nazaridan demak yozdingiz. Haqiqatan biz shu kunlari qanaqadir darajada bir hadik, xavotirli bir tushkun kayfiyatda edik. Lekin prezident umumiy haligi nima deydi, u yerda gapiga baho beradigan bo'lsak, albatta bir tomondan xursandmiz biz tomonda ekanligidan va lekin ikkinchi tomondan demak so'z erkinligi qanaqadir bir hujum qarshisida ekanligi, bir qanaqadir bizga hamla qilishi mumkin bo'lgan katta bir tomonlar borligi, so'z erkinligi bir xavotir ostida ekanligi meni biroz xavotirga soldi. Karim aka, o'sha prezident Mirziyoyevni chiqishida yana bitta gapni aniq konkret qilib aytdiki, qarang, o'qib beraman. Hamma aytadi menga yopib qo'y deb, lekin men yopmayman. Yana oldingidek prokuror SMB tekshiruvi bo'laversinmi?
Sizningcha O'zbekistonda matbuotni so'z erkinligini yopmoqchi bo'layotganlar, bo'g'moqchi bo'layotganlar kimlar? Aniq qilib kimlar deb hisoblaysiz bularni? Va matbuotni so'z erkinligini yopilishidan ularning manfaati nimada? Endi masala juda chuqur. Men ham shunga qo'shilamanki, hatto Pushkin saroyda erka bo'lgan. Podshoh saroy ballarida, ziyofatlarida yurgan odam, shu ham podshoh himoyasidan qonun himoyasi afzal degan. Chunki podshoh himoyasi bu subyektiv narsa, shaxsga bog'liq narsa. Yaxshi ko'rsa himoya qiladi, yomon ko'rsa jabr zulm ham qilaveradi. Shuning uchun qonunda haqiqatan fundamental bir huquq va barqaror bo'lishini tarafdorimiz. U kuchlarga kelsangiz, O'zbekistondagi bugungi vaziyat avvalambir aytdim, eskilik bilan yangilik o'rtasida juda katta kurash borayotgan bir vaziyat. Va bu narsa ikkita bir-biriga qarshi tuzum buni olganingizda avtoritarizm, totalitarizm, diktatorlik va demokratiya degani. Biz ham hali shu demokratiyaga o'tish, salginagina o'sha bir insonning ra'yiga emas, qonunga qaraydigan, shunga ko'ra yashaydigan jamiyatga o'tish jarayonimiz kecha ham masalan bu o'tish jarayoni qanchalar cho'zilib ketganidan xavotirdamiz, cho'zilish jarayonida. Endi kimlar buni dushmani, kim buni dushmani demakki, prezidentga yaqinlashish oson emas. Prezidentga yoping deydigan darajada bo'lish uchun uni yaqinida bo'lish kerak va haqiqatdan haligi salgina vazni salobati bo'lish kerak. Demak, prezidentning atrofini matbuotni yoping deganlar o'ragan bo'lsa, prezident o'shalarda atrofidan chetlashtirib, matbuotga tegmang deydiganroq odamlarni yaqinlashtirish kerak deb bilaman. Hamma aytadi atrofimda deganga qaraganda, bular anchagina matbuotga qarshi bo'lganlar va yuqori lavozimdagi odamlar. Endi unda qarasangiz, endi kimlar bular deganni personallarini Shavkat Miromonovichdan so'rash kerak. Lekin qanday, nega ekanligini biz bilamiz endi. Chunki biz ham o'zimizga bo'layotgan, zulm qilayotgan odamlarni axir taniymiz. Va bizga qo'ng'iroq qilib, endi men hozir real ishlaydigan ommaviy axborot vositasida ishlamayman, lekin tasavvur qilaman, ishlagan paytlarim bo'lgan. Bizga qo'ng'iroq qiladigan odamlar kimligini bilamiz, kuchlar kimligini bilamiz va bu kuchlar so'z erkinligi bo'lsa, endi masalan korrupsionerlar bu kuchlar. Budjet pullarini yeyotganlar bu kuchlar. Mana shu qonunga emas, rahbarlarning ra'y-xushiga qarab harakat qilish kerak bo'lgan huquq-tartibot tizimida, ya'niki mana o'zingiz ko'rasiz, so'z erkinligi masalasini o'zida. Bu juda katta qarshilik. Endi gapirsak gap uzoq, masalan, hozir kecha eshitib yana bir marta kulgimiz qisqa edi. Konstitutsiyaga o'zgartirish kirish jarayonida ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi bobga ham o'zgartirish kiritish yana ko'zda tutilayotgan ekan. Shu joyini aytishdi. Mana o'sha joyda aytilyaptiki, ommaviy axborot vositalariga to'sqinlik qilgan jurnalistlar, kasb faoliyatiga to'sqinlik qilgan kishilar qonunga ko'ra jazolanadi deb. Bu kiritilayotgan narsa bundan 26 yil avval jurnalistlarning kasb faoliyatini nima qilish to'g'risidagi qonunning ichida bor. Xuddi shu matn va xuddi shu so'z, lekin 26 yil davomida jurnalistlarni himoya qiladigan modda na jinoyat kodeksiga, na boshqa bir kodeksga kiritilgani yo'q. 2016-yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganda va 27-yilga kelib jurnalistlarni birinchi tabriklaganida-yoq biz shu yil jurnalistlarga qarshi senzura qilganlik, javob bermaslik to'g'risidagi qonuniy me'yorlarni qabul qilamiz deb tabriklikda aytgan va har yili takrorlanadi. Mana 2 prezidentlik muddati mana ketayotibdi, lekin har yil tabriklarda, har bir nutqda shu yillar davomidagi har yili davlat dasturi qabul qilinadi. Har birining ichida bor. Masalan, turli tuman sohalar islohot qilinadi, matbuotga kelgan joyda jurnalistlarni kasb faoliyatiga to'sqinlik qilish to'g'risida jazo choralari qonunchilikda joriy qilinsin deb. O'tgan yilgisi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida aprel oyida parlamentga olib chiqasan va qabul qilinadi deb yozilgan davlat dasturida. U yil o'tib bo'ldi, yangi yil boshlandi. Lekin qabul bo'lmadi o'tgan yil. Endi o'sha so'z erkinligiga qarshi kuchlar shu qadar qudratliki, prezident 8 marta takrorlagani bilan hali jurnalistlarga qarshi modda qabul qilingani yo'q. Endi hayotda, real hayotda mana taranglik deydilar. Jurnalistlarni jazolash kerak bo'lsa, boshqa qilgan bo'lsa, masalan, oddiy bir inson o'zini himoya qilaman desa, 6 oylab yuguradi, advokatni bir oylab topa olmaydi, topsa, haligi advokatdan jasurroq bir insonni himoya qilishdan hayiqadi, qo'rqadi.
Siz jurnalistga qarshi ish kelishi bo'lsa, bizlar 6 sekund bo'lmasa ham shu 6 soat ichida buni ham ushlangan, aybi ham topilgan, advokat ham topilgan, bu jurnalistga qarshi bo'lgan odamning arzi ham olingan, sud ham o'tgan, qamoqda bo'ladi. Bu vaziyatni ham bugun hali alohida tahlil qilamiz. Huquqiy shularning hammasiga bog'liq. Endi o'sha kuchlar, demak, o'sha yoping deyotgan kuchlar kerak bo'lsa, o'sha jurnalistlarni 6 soat ichiga olib borib qamab ham ulguradigan kuchlar. Bu mana shu 6 soatda qamalganlarni ham hali masalasini tahlil qilamiz. Anor opa, sizningcha bu kuchlar kimlar va ularning manfaati nimada? Siz ham endi faoliyatingiz davomida mana shunaqa bosimlar, mana shunaqa senzuraga ko'p duch keladigan